Ibodil aka, men bundan 4 yil avval Xatirchiga kelganman. Ya'ni tasvirga olish ishlari bilan kelganimda tuman markazini ko'rib, ko'p qishloqdan farq sezmaganman-da, ochig'i. Hozir kirib kelyapman, ostonada yo'q o'zgarishlar sezilib boshlaganda. Siz endi Xatirchida tug'ilib o'sgansiz, voyaga yetgansiz. Xatirchidagi bugungi o'zgarishlarda o'z-o'zidan bo'lib qolmaganini siz ko'rib turibsiz-ku. Kecha qanday edi uni holi? Bugun muhtaram prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan islohotlar ko'z o'ngimizda namoyon bo'lmoqda va uni faol ishtirokchisiman. Bundan 5-6 yil Xatirchi tumaniga kelgan odam bugun mehmon bo'lib kelsa tanimaydi. Ikki daryo oralig'i, ya'ni Oqdaryo va Qaradaryo oralig'ida bo'layotgan ko'zni quvontiradigan ulkan qurilishlarni ko'rib, yangi O'zbekistonning yangi Xatirchisiga kelib qolganday bo'lamiz. Qanaqa maktabda o'qidik biz? Boshqa degan gap yo'q edi. Yo'l degan gap yo'q edi. Bundan 10 yil oldin Xatirchi bir qishloqdek joy edi. Tuman markazida na bir dam oladigan joy, na bir ko'ngil ochadigan joy yo'q edi. Biranta bir ishlab chiqarish korxonasi yo'q edi. Umuman yo'qmidi? Bittagina paxtani qayta ishlayotgan zavod bo'laydi. Bu paxta qulligini bir ramzi edi. Mana bugun bizni Xatirchi tumaniga sanoat kirib keldi. Minglab o'g'il qizlarimiz ish bilan ta'minlandi. Xatirchi tumani 218 ming aholisi bor. Katta tuman ekanda. Katta tuman bu. Migratsiya keskin qisqardi. Mana shu yer qanaqa joy edi? Mana sayilgoh bo'layotgan ekan. Bu yer endi Qaradaryoni qirg'oq bo'lib tashlandi. Odam kirsa qo'rqadigan joy edi. Bugun mana shuni obod qilinyaptiki, xalqimiz dam olsin, sog'ligiga sog'lik qo'shilsin, sayr qilsin deyapti. Bu deganlari insonlarimizni sog'lom turmush tarzi degan g'oyalarimizni amalda namoyon bo'lyapti bu.